Assalomu alaykum hammaga. Bugun inshaalloh kompyuterni operatsion sistemalar haqida gaplashamiz. Xo'p, sizlar bilan o'tgan darslarimizda kompyuterning ichki qurilmalari, zapchastlari, ularning qanaqa vazifalari bor, nima ishlar bajaradi, shu masalalar bo'yicha ko'rib chiqdik, tanishib o'tdik. Xo'p, endi operatsion sistema haqida gaplashamiz. Operatsionная sistema nima o'zi degan savolga javob berib o'tib ketaman. Bu kompyuterning qurilmalari va foydalanuvchi, ya'ni bizni o'rtamizdagi interfeysni, ya'ni muloqotni ta'minlab beradigan bitta operatsion tizim hisoblanadi. Agarda siz kompyuterni olsangiz, monitoringiz, mishkangiz, klaviaturangiz, plata, tosh hammasi bo'lsa-yu, sizni kompyuteringizga operatsion sistema o'rnamagan bo'lsa, siz birorta bir o'ylagan ishingizni bajara olmaysiz. Birorta ishni bajarishingiz uchun albatta siz operatsion sistema tanlab va uni o'rnatib kompyuterga va o'ziga kerakli programmalarni ham shu operatsion sistemani o'ziga o'rnatib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, operatsion sistemalarning ham turlari juda ham ko'p. Mana hozir mendagisi Windows 11. Xo'p, sizlar bilan xudo xolasa Windows 11 va 10 chiqqan versiyalari 10 bo'lib, 11 bo'lib chiqqan versiyalarini ko'rib chiqamiz. Qanaqa imkoniyatlari bor, qanaqa nastroykalari bor, mana shularni ko'rib chiqamiz xudo xolasa. O'z Windows nimaligini juda ko'pchiligimiz bilamiz. Sistema, operatsion sistema, misol Windows ham operatsion sistemaga kiradi. Mac OS bor, Apple kompaniyasi chiqargan notebooklar, kompyuterlar, Macintoshlar, shularning operatsion sistemasi Mac OS deyiladi. Xo'p, telefonlardagi bor, iPhone'dagi Apple kompaniyasi chiqargan telefonlarniki iOS sistema. iOS ya'ni OS degani operation system ingliz tilida. Xo'p, Android sistemasi bor telefonlar uchun, yana kompyuterlar uchun Linux bor, Unix bor. Juda ham ko'p. Xudo xolasa sizlar bilan eng mashhurlari bo'lgan Windows va Linux va Mac OSlarni o'rnatib, ulardan foydalanishni ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Xo'p, savol tug'ilishi mumkin. Ubuntu degan Linux Windows yoki bo'lmasam Linux operatsion sistemasida adashib ketdim. Mac OS va Linuxlarni o'rnatish uchun qanaqa kompyuter bo'lishi kerak? Ularni o'zini Apple kompyuterini olish kerakmi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q. Oddiy o'zimizni, misol uchun ishlatayotgan kompyuterlarimiz ham bo'ladi. Misol i5 bo'ladi, mana men kompyuterim i5 6-pokoleniya 16 GB azo, video kartam 4 GB li RX AMD video karta. Shunaqa kompyuterda oddiy shunaqa kompyuterga ham Mac OSni ham, Linuxni ham o'rnatsa bo'ladi. Darslarimiz mobaynida sizlarga shularni ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi biz Windows 11 dan emas, Windows 10 dan boshlaymiz. Hozir biz Windows 10 ni qanday qilib o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Windowsni o'rnatish uchun juda usuli ko'p. Kimlardir disk orqali Windowsni o'rnatadi kompyuterga. Kimlardir flashka orqali qiladi. Flashkani xuddi diskka o'xshab yozib olib, просто так Windows faylni flashkaga kopировать qilsangiz ishlamaydi. Uni o'zining programmalari bor, alohida shu programmalari sizni flashkangizni diskka o'xshab beradi. Ya'ni samozagruchnik deydi. Windows qilsa bo'ladigan holatga keltirib beradigan programmalari bor. Bu programmalarning ham turlari ko'p. Ko'pchilik Rufus degan programma ishlatadi. Meni o'zimning shaxsiy ishlatadigan programmam bu Ultra ISO degan programma. Bu programma orqali Windowslarni flashkaga samozagruchnik qilib yozib, bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Biz hozir o'zimning usulimni ko'rsatib chiqaman sizlarga, xudo xolasa. Biz shuni o'rganamiz. Xo'p, biz uchun kerak bo'lgan narsalar bor. Mana birinchi aytgan programmam Ultra ISO programmasi. Xo'p, Ultra ISO programmasini birinchi o'rnatishimiz kerak. Keyin Windowsni ISO fayli kerak bo'ladi. Xo'p, mana ISO fayl degan narsasi bor. Xo'p, hozir ko'rsataman. Mana shu ISO fayl bor. Mana ISO fayllar bo'ladi. Har bitta kompyuterga chiqqan programmalarni uстановочный fayli va uстановка qilingan fayli bo'ladi. Windowsning ham xuddi shunaqa uстановочный fayllari bor, ya'ni
ya'ni uстановка qiladigan fayl. Uстановка qilingan emas, uстановка qilib beradigan fayl bo'ladi. Ya'ni men hozir mana shu ISO fayl orqali Windowsni flashkaga samazagrushnik qilib yozib, bemalol ishlatishim mumkin. Xo'p. Xo'p, endi birinchi o'rinda biz mana Ultra ISO programmasini o'rnatamiz. Bu programmani darslik papkalarining ichiga tashlab qo'yaman, xudo xolasa. Xo'p, mishkani o'ng tarafini bosamiz. Har bitta programmani bosishdan oldin mishkani o'ng tarafini bosib, zapusk at именно administrator qilsak, programmamiz administratorga ham o'rnaydi, ya'ni asosiy administrator deganimiz pользователь ham bo'ladi. Shu yerga ham o'rnasa, programmamiz ishlash mobaynida hech qanaqa muammo chiqmaydi inshaalloh. Shunday qilib bosganimiz ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, buni bosamiz. Mana uстановка qilinadigan oknosi chiqdi. Mana programmalarning juda ko'pchiligi shunaqa holatda bitta okno ochiladi. Dizayni har xil bo'lishi mumkin, lekin bitta okno bo'ladi. Bu programmani o'rnatish mobaynida sizga nastroykalar beradi va shartlarini ko'rsatadi. Bu yerda hozir mana Ultra ISO Repack by Elchupakabra degan odamnikiga. Xo'p. Standartni uстановка qilaveramiz. Bu oddiy продолжить установка qilamiz. Dalay qilamiz. Xo'p, mana bu yerda ham tegmaymiz. Bu yerda ham nastroykalari bor. Dalay qilamiz. Dalay degani keyingisi degani, ya'ni keyingisiga o'tgan deymiz. Va saytiga kiradi. Repack degan, uni X qilamiz. Xo'p, puskumizga kirsak, u programmani bizga o'rnatib berdi. Mana Ultra ISO ga kiramiz. Shu bizi Ultra ISO programmamiz. Endi biz hozirgi Windows 10 ni ISO faylini shu Ultra ISO nimaga tashlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni tashlash uchun yo'llari bor. Misol, hozir darslikda tushunmasligingiz mumkin, lekin men aytgan ishda orqamdan qaytarsangiz, sekin-sekin tushunib olasiz. Hozir Windowsni flashkaga samazagrushnik qilib yozyapmiz-da. Xo'p, mana buni olib kelib bunday qilib tashlasangiz ham bo'ladi, mana da qilib yoki bo'lmasa buni delete qilib turib D'imizda yoki joylagan mana ISO faylni qayerga tashlagan bo'lsangiz, xohlasangiz C ga tashlaysiz, xohlasangiz D ga qaysidir papkaning ichiga solib qo'yishingiz mumkin. Shu narsani misol D ga kirib turib, kerakli narsani topib turib, misol uchun install Windows 11 misol uchun shunaqa qilib topsangiz ham bo'ladi. Xo'p, biz mishka orqali olib boramiz va uni ustiga 2 marta bosishimiz kerak. Tepasiga tashlashimiz kerak. Ya'ni bizga hozir virtualniy holatda ochib berish kerak. Bu nima degan narsa? Bu DVD writer degan narsalar bor edi, esingizda bo'lsa, disk solib turib, kompyuterdan diskni o'qish imkoniyati bor edi. Xo'p, hozir diskovodlar yo'qolib ketgan, juda kamchilik odam ishlatadi. Uni o'rniga shunaqangi ISO fayllar bor. Misol uchun, diskda o'yin yoki programmani diskdan sotib olmaysizda, shunaqa ISO faylni internetdan tortib olsangiz, shunaqa virtual holatda xuddi disk solgandek qilib turib, ISO fayl xuddi shunaqa virtual disk uchun mo'ljallangan. Mana ustida diski ham bor, mana virtual disk shunaqa narsa, ya'ni o'zi aslida DVD writeringiz bo'lmaydi, diskingiz ham bo'lmaydi, lekin ISO fayl orqali va shunaqangi programmalar orqali siz xuddi shunaqangi mana disk solgan holatda sizga ochib beradi. Meni DVD writerim yo'q, diskim yo'q, lekin disk solganda qanday ochilgan bo'lsa, shunaqa qilib ochib beradi. Xo'p, mana ustiga 2 marta bosamiz. Shuning uchun tepasiga tashladim-da, ya'ni disk qilib ochib berish uchun men tepasiga disk tashladim. Xo'p, mana 2 marta ustiga bosdikda ISO faylda. Bizda mana ISO faylning ichidagi hozirgi narsaning ichidagi ma'lumotlar mana. Shuning ichida ma'lumotlar bor, mana shu ma'lumotlar shu yerda ko'rinadi. Bu Windows'imizni uстановочный fayllari. Shu fayllar yordamida Windows kompyuterga o'rnaydi. Xo'p, endi biz faylni ochib olganimizdan keyin samazagruskani bosamiz menyular qatoridan. Buni programmani Ultra ISOda полностью detalni tushuntirmayman. Asosiy bizga kerakligini tushuntiraman. Samazagruska qilaman, записать образ diska qilaman. Xo'p, mana samazagrushniy fayl bo'ladi. Mana o'zi yozib ham qo'ygan samazagruska qilib. Xo'p, mana bu yerdan flashkani tanlaymiz. Mana adashib ketmanglar. Agar noto'g'ri disk tanlab qo'ysanglar, format qilib yuboradi. Misol D ni tanlab qo'ysangiz yoki C ni tanlab qo'ysangiz format qilib yuboradi. Sizning narsalaringiz o'chib ketadi. Xo'p, biz mana flashkani tanlaymiz. 8 GB, gigabaytiga e'tibor beringlar. Mana 8 GB flashkani solganman. Xo'p, bu yerdan metod zapisi deyapti, ya'ni yozilishni metodini tanlagan deyapti. Bizda mana USB
HDD plus ketaveradi. Xo'p, hide boot partition ular kerak emas. Xo'p, bular ham kerak emas. Bo'ldi, shu holatda biz zapisatni bosishimiz kerak. Zapisatni bossak, so'raydi, ketaversinmi deydi, narsalarning uchib ketish ehtimoli bor deyaptimi? Xullas uchib ketadi deyapti. Xo'p, bo'pti, da deymiz. Mana hozir bizni Windows 10imiz fleshkaga samozagrushniy holatda yozilyapti. Buni yozib olganimizdan keyin bu ancha uzoqroq vaqt bo'ladi. Sabr qilib kutishimiz kerak. Xo'p, mana hozir fleshkamizga virtual holatda ISO programmasi yordamida samozagrushniy Windowsni yozib oldik. Tugadi, mana zapis успешно deyapti, ya'ni tugadi bo'ldi, yozilib bo'ldi degan ma'noda. Fleshkamizni ulangan holatida Windows 10 ni o'rnatamiz.